Ishlarni boshlab oldik. Qizlarjonlar, eslatib o'taman. Life Medium klinikamizda nafaqat UZI tekshiruvlari, Doppler screening tekshiruvlari, balkim respublikadagi eng главный oftalmolog professor Buzrukov Botir To'lqinovich faoliyat olib boradilar. Hozir yozgi rejimda ertalabdan faoliyatlarni olib boryaptilar. O'shaning uchun yozgi perioddan foydalanib qolinglar. Bolajonlarni hozir telefon ko'p o'ynashyapti, kompyuterda o'tirishibdi, zreniyalarida birmuncha o'zgarishlar bor. Albatta olib kelib, tekshirtirib, check-uplardan o'tkazinglar. Va yana bitta narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Bizda ko'pchilik o'ylar ekan, Nargiz Farhodovna faqatgina homiladorlar bilan shug'ullanadilar, faqatgina homiladorlarni ko'radilar deb. Yo'q, unaqa emas. Bu ekspert klass apparatimizda nafaqat homiladorlarni, balki shitavitka, брюшная полость, почки, transvaginalniy tekshiruvlar, simfizit tekshiruvlari, Doppler ven hamda onkologik tekshiruvlarni o'tkazamiz.